Mana shu yerda fondlarimiz bor edi, 100 mingtalab. Hozir bu fondlar yoqib tugatdik. Odamlarga yetkazib bo'ldik, klientlarga. Bu g'issotimizning tepadan ko'rinishi. Kamida 10 metr balandlik. Manzara o'ta go'zal. Mana shu tog'lar bo'lsa, undan ham go'zal. Ajoyib. Mana bu fondimizda qolgan qismi. Bu yerlarda ozgina bez kavling g'ishlar bor ekan. Ulardan xudo xolasa yoqib tugatamiz. Mana bitta oxirgi fondimizdan bu yerdagisini tugatibdi. Ikkita, uchta top fondimiz qolgan. Xudo xolasa keyin polyaga g'ish quyiladi apreldan. 4 ta fondimiz qolibdi mana. Ularni ham yoqib boshlaymiz. Yangi g'ishlarda xudo xolasa yangi g'ishlar yangi kачествоda chiqishni boshlaydi. 200 mingtacha, taxminan 300 mingga bormaydi, 200 mingta, 250 mingtacha g'ish qolibdi. Shularni ham yoqib keyin yangi sezonni boshlaymiz. Mana hozir zavodimizga ham borib ko'rsatamiz. Hozir remont ishlari ketyapti. Ularni bitirsa, xudo xolasa yana apreldan tayyorgarlik ko'rib, ishlarni chiqarishni boshlaymiz. Bizda g'ishlar paltarag'ich chiqadi. Shunaqangi reskalarda. Toza Xitoy apparat bu. Hech qanaqangi bir rossiyskiy apparat yo'q bu yerda. Toza Xitoyliklarning apparati mana. Nechaga necha, lekin bilmayman bu apparat. Xullas, hozircha qurilish, burilish ishlari ketyapti. Hammasi deyarli tayyor. 90% ga motorlarni qo'yib, ularni yig'ib qo'ysa bo'ldi. Mana yangi karalarni oldik bu yil. 3 ta yangi kara. Yani Magikarp pult bo'lmasa ham oddiy pult bor. Yonmadi bu. Mana karalarimiz shu yerda. Hop. Mana bu turpoq lentasi. Betdan shu manaqangi katta-kattalardan qolgani, mana shunaqangi o'tib ketganlari mana reskaga tushib, mana lentaga tushib, bu yoqqa ketadi. Bu yerdan sekin erib, yana qayta ishlashga jo'natiladi. Mana bu kelish joyi. Turpoqda mana shu joy ham bor bizda. Ko'rsatamiz. Mana bu turpoq tushadi. Kavliyanlashgan bor. Bu turpoqni hozir tushirib bo'ladi, yo'q bilmayman endi. Qatqon qopgancha yomg'irlarda. Hop, bu so'timizda общий ko'rinishi. Nima deysizlar, mana shu bir ustiga chiqsam, навестивasiga полный обзор qilamiz video. Ishlayapti. Biz навестисидamiz. Mana shu boshiga boramiz. Shu zavodga kelganimga masalan 5 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi marta mana shu навестисиga chiqyapman. Oldin chiqmagan edim. Juda katta ekan, qarang bu. Eniga 30 metr emas, 20 metrcha oshiq borda, 25 metr. Bu trubamiz. Bu zapas truba. Bunisi tepadan ko'rinishi mana. Bu kirish qismi. Bash tomon. Bu tomon Jonboy, bu tomon esa Bulong'ir. Qapqarasi chegarasidamiz biz. Og'am meni Tolib og'am bu. Rasmga olib qo'yaman men, rasmga ol deydi-yu.
Content YouTube uchun. От души. Bu video maxsus YouTube uchun olindi. Birinchi video YouTube'ga qo'yilgan video shu bo'ladi. To'g'risi zavodda obzor qilib, buni ko'rsatib chiqdik. Videoga like bosib qo'ygan bo'lsalaring, kommentariy yozib qo'ygan bo'lsalaring rahmat. Agar yozmagan bo'lsalaring, hozirdan yozib qo'yaverasizlar. Ja katta mehnat ham ko'rmadik lekin. Mana satkamiz. Donni ichi. Ichki ko'rinishi shuna bo'ladi. G'ish shu yerda pishadi. 1000 gradusda. Bu havo tortish uchun dimoxodlar. Donamizning ko'rinishi shunaqa. Donamizning ko'rinishi hech qanaqangi erigan degan joyi yo'q bu yerda. Faqat yukli turganda yiqitib oladi, shuning uchun. Yiqilib ketadi, iloji yo'q baribir. Bu chiqayotgan ishlarimiz. Lenta orqali chiqadi endi bizda. Boshqa joylarda ham shunaqa shekilli. Chatga ochib qo'yibdi. Ishlar. Yo'q ham. Eshiklar buzilgan, tayyor. Sizlar bilan buzamiz. Hammaga rahmat. YouTube'dagilar sog' bo'linglar, like bosib qo'yasizlar.